Şimdi sizlerle keyingi göradigan narsamiz bizada otstoplar. Bu ikkisi uchisini ko'rdik, endi otstoplarni ko'ramiz. Otstop novi deydi bizga. Endi hozir men bularni shu oxiridagi ikkisini o'tiraman. Endi otstop. Otstop novi bizada. Hozir bir qarang, masshtabini ettirib kichaytirsam bo'ladi. Men chetdim hozir Ctrl bilan mana bu mishkadagi aylantiradigan bor-ku mishkani o'rtasida. Mana Ctrl bosib turdim-da, mishka aylantirsam yana bu 50 ga olib borsam yana kattalashib boradi. Shunday deb kattalashtirdim. Endi menga hozir tekst kerak bo'ladi. Lorem on yo'q. Mayli deylik. Enter. Menga tekst yozib berdi. Endi qaranglar. Menda men hozir men ututlarni ko'raman. Matnni belgilab olaman. Keyin buni bossam o'ngga suradi ekan. Ko'rdikmi? Endi buni bossam orqasini suradi, chap tarafi. Mana. Bu o'ngga. Endi buni ham nima bor? Ada ya'ni bir de hozircha bu ishlamaydi hozir bundan shunday sabab. Buni abzas bo'yicha tanlab bersak tamam. Keyin ada ya'ni bossak bu abzasni okeyni bossak уже ketdi yana. Abzasda birinchi har bir abzas bo'yicha birinchi harfini tanlaydi. A, D, F, L, N, P, S. Mana shularni tanladik. Sortirovka etib berdi harflar bo'yicha. Keyin bu narsa nima desak, buni hozir bir marta bossak, qarasangizlar, har bir so'zni o'rtasida endi nuqta bor. Bular probel degani. Nima bo'ladi? O'shada enter bor ekan, shundan keyin enter bosilganda. Endi qarang, hozir men o'shira tushib turib, bir marta enter bossam, bu pastga tushirib berdi. Yana buyerda enterni belgisi qolib ketdi. Bu enterni chiqarib beradi. Nelada enter borligini ko'rsak bo'ladi. Keyin bular orasida sen yana probellar. Misol uchun qaranglar, buyerda 2 marta bosdim-ku. Office A160. Mana. Yozaman. Agar hozir buni o'chirib qo'ysam, qarang, oradagi uchlar ham ko'rinmaydi, navlar ham ko'rinmaydi. Mana, lekin shunda probel borligini bilsak bo'ladi. Endi o'zimiz ham bilamiz, lekin buni bossagina ichidan ham probel borligini ko'rsak ham bo'ladi. Hozircha buni o'chirib qo'yaman. Endi bizani keyingi ko'radigan narsamiz bu tekstlarni natish bu. Yoyish. 3 tekstni tanlab oldim, o'sha deyim. Endi buni bossam o'rtadan joylashib beradi. Buni bossam o'ng tarafda bir qator bo'lib keladi. Buni bossam ikki taraflama hamma tepaga bo'lib tushadi. Hozir bizda abzas bo'yicha bellar ochiq qoldi. Buni bossam chap tarafda yana. Endi buni olsa, bu interval. Yerda chizgichasini bosib ko'rsam 1 qarang. Ustuna olib boraman, lekin bosinman. Mana. Bu har bir shu bir qator yozilgan matn bilan keyingi qator yozilgan matnning o'rtasidagi oraliq bu. Interval deb aytiladi. 2 ni bossam 2, hozir 3 ta zo'r bilinadi endi. Qaranglar 3 ta. Shunchalik katta bo'lib ketamiz. Bizlar shu 1 bo'lsa ham bo'ladi edi. 1 zo'r ishi. Chiqib turibdi. Buni bossagina udalить. Hozir misol uchun 3 ta turganmidi? Ekranimizdan birini tanlamay to'g'ri udalitni bosib qo'ysak, o'chib ketdi. Endi udalitni bosdik-da, endi o'chib ketdi bu. Xo'p. Hozir birini tanladim, variantni tanladimdan, ichiga kirib ko'raman. Posta uzatsa. Bu nima narsa ekan bu? Endi bu abzas bor-ku, bundan keyin berib boshlangan. Shu bilan orasidagini kattaytirib beradi ekan. Ko'rdingizmi? Udalitni bosdim. Tanlab olaman shuni. Shuni tanladim. Girdim. Endi добавить интервал после абзаца. Bo'lmasa перед абзацем. Bu abzasni oldinda. Orqasida. Buni bossam mana. Endi hozir удалить интервал перед абзацем. O'chirsak bo'ladi. Buni hozir uchun men boshqa keyin boshqani bosib ko'rsataman, turadi. Buni bossam posta. Buni bossam buni перед deganing ustundan qo'shadi ekanlar, masalan ustundan. Endi hozir удалить etaman buni, boshqa endi posta desam yana teyindan qo'shib turibdi. Shu teyindan ulanmaydi. Shu interval qo'shib turibdi. Birda qo'yamiz. Endi yana bir narsa nima desak, qaranglar.
Mana shu tekstimiz belgilarimiz qorag'a qilib, qora topamiz. Bu korичневый rangda qilib berdik. Ko'rdikmi? Endi bu yerni tanlab olamiz. Bu yerdan ham, misol uchun, yashil rangda tanlaymiz yana. Bu yerdan bor ekan, bu yerdan bor desa, bu yerdan chiqdi. Endi keyingi ko'radiganimiz esa bu granitsalar. Granitsalarimizni qaranglar. Hozir bu нижнийdan pastdagi set, верхний yuqorini, chatdagi, o'ngdagi granitsa yo'q. Bu yerda hamma joyi. Bitta granitsa yo'q ekan. Hozir bir tekstni tanlab ko'ramizda, shuni bosib ko'ramiz. Mana bu shunday ko'rinish keldi. Hozir bizda tekst emas, tablitsani yaratmoqimiz uchun bizlarning tekstimiz shunday ko'rinishda bo'yab beradi bu. Chetlarini granitsa bo'yab beradi. Qaranglaymi? Ina bu yerda nima chiqadi desak, shuni ichidan 40 marta qaysini tanlagan bo'lsak, bu yerdan shu chiqib beradi. Hozir men yuqorgi granitsani tanlasam, mana qaranglar, yuqoridan chiqib qolgan chiziqcha. Chiziqcha chiqib qolgan. Endi qaranglar, bu yerda oxirgi marta tanlaganim chiqib qoldi. Endi misol uchun buni ham tanlayman-da. Buni ham shuni bosib ko'raman. Ichine kirib o'tiribman. Shuni chiziqchalarni tashlab beradi, granitsalarni. Endi bu yerdan qarasak, bir tekstni belgilab oling. Endi bu yerda stillar bor ekan. Buni bosib ko'rsam boshqacha, imli stilda, bizlar o'sha yerdagi обычный bo'ladi bu. Shu обычный hamma vaqt ishlatiladigan shu обычный. Bu yerga bosib ko'rsak, variantlarni yo'yib beradi bizlar. Endi qarasak bizada keyingi ko'radigan narsamiz bu yerda найти, заменить, выделить degani bor ekan. Выделить всени bossak hammasini belgilab beradi. Lekin buni biza Ctrl plus A. Ctrl A degan knopka. Plusni bosamiz, просто Ctrl bossak hamma joyini belgilab berdi. Bitta заменить va найти va qaranglar, ikkisini farqi. Buning qisqa klavishasi Ctrl F. Shu desa, найти ning inglizchasi find. Shuning uchun Ctrl F. Заменить. Buni inglizchasini bilmayman, lekin Ctrl hisoblanib bilaman. Bu o'zgartirib beradi. Qaranglar, misol uchun men shu tekstni o'rtaroqlarini shu yerda misol uchun office deb yozdim. Endi men hozir bedaman yuqorida. Menga endi shuning ichida office degan so'z kerak. Найтini bosaman, bu yerda chiqdi-ku endi. Bu yerda endi office deb yozdim. Qarasam meni ikki dona variant topib berdi mana. Bu yerda office A160, endi strelkani bosib ko'rsam, yana yuqori chiqarib beradi. Office degan. Bas bossam, bu yerda ikki dona chiqardi, oxiridagi ikki dona. Hozir men ikkinchisidaman. Bunga bossam, mana o'zi men ikki dona office degan so'zni birinchisini o'tib turibman ekan. Mana ko'rdingizmi? Найти. Endi qaranglar, zaminni bosib ko'raman, bizga shunday chiqadi. Bu yerda men buni toping dedi. Bu yerdan menga office degan so'zni topib ber dedim. Endi nima o'zgartirib bering desa, endi office demanda mislni bosaman. Bu yerda endi заменить всени bossam, ikki danasi o'zgardi. Готово. Число выполненных замен 2. Ikki danasi o'zgardi deydi. Zakritni bosdim. Qarasam, meni officedan o'zgarib qoldi bu. Keyin bu yerda yana pastda bir illada boradi. Hozir film orasidan bu yerda o'zgardilar. O'zgartirib berdi. Ikki dona officedan officedan o'zgartirib berdi. Xato yozyapman shu yerda. Bu shuning joyi. Endi keyingi darsimizda vstavka bo'limini ko'rib chiqamiz.